Bizga muqaddasdir azim bu dargoh. Bugun bolalikka yana qaytamiz. Bunda xush didordan topgaymiz panoh. Qadrdon maktabga aliyor aytamiz. Inson umridagi eng beg'ubor, eng sho'x shodon, eng o'yinqaroq va qaytarilmas bir davr. Gard qo'nmagan ko'ngillarimiz ham, bir-birimizga bo'lgan tuyg'ularimiz ham qanchalar sof va samimiy. Tinib tinchimas asov qalblarda orzular bisyor va shunchalar beqaror. Bolalik, olislarda qolgan xotiralar sabab seni sog'inamiz, seni qo'msaymiz va senga talpinamiz. Ba'zan turmush tashvishlaridan tolganimizda bir pasga bo'lsa ham betashvish bola bo'lib qolgimiz keladi. Safdoshlar bilan o'tgan maktab davri umrimizning eng go'zal pallasi desak bo'ladi. Alifbeni o'rganganimiz, ko'paytirish jadvalini yod olganlarimiz, darsga kech qolib ustozlardan tanbeh eshitganlarimiz, barchasi kechagidek yodimizda. Xotiralar quyilib kelaveradi. Eslagan sari seni sog'inaveramiz. Bag'riga chorlaydi beg'ubor, shodon, olis bolalikning xotiralari. Sog'inib qo'msaymiz har lahza, har on. Kashf qila bildikmi yo qirralarini. Biz juda sho'x, asov, o'yinqaroq va tinib tinchimas edik. Siz esa bizning sho'xliklarimizga, ba'zan o'zaro yoqalashib urishganlarimizga, sinfxonasini boshimizga ko'targanlarimizga ham kulibgina tanbeh berar edingiz. Bilmadim, bunchalik sabr bardoshni qaydan olgansiz, aziz ustozim? 20 yil oldin uchirma bo'ldik. 137 nafar o'g'il-qiz sirdosh hayot ummonida qaynadik, to'ldik. Didorlar xush bo'lsin aziz sinfdosh. Shogirdlar kamolini o'ylabdin u kun. Halovat bilmasdan bag'rin etib xun. Kelajak avloding taqdiri uchun jonin ayamagan bo'lganda lozim. Baxtimga bor bo'ling aziz ustozim. Insonning yoshiga yosh qo'shilgani sari bolaligini, o'quvchilik yillarini, o'ziga qadrli bo'lgan ta'lim maskanini, ustozlarini, birga sho'xlik qilgan sinfdoshlarini qo'msayveradi. Ular bilan didor ko'rishgani oshiqadi. Bolalik. Men seni eslasam, ilk bor ko'z oldimga o'sha sururga to'la 1-sentyabr tongi-yu ilk bor onamning qo'llaridan mahkam ushlagancha maktab ostonasiga qadam qo'yganimiz, bizlarni mehribon nigohlar bilan samimiy qarshilagan ilk ustozimiz, ko'zlari sevinchdan porlagan sinfdoshlarimiz kelaveradi. Bolalikni inson hayotining bahoriga o'xshatishadi. Shuning uchun ham inson doimo o'sha beg'ubor va quvnoq bolaligini qo'msab yashaydi. Maktab damlari esa o'sha shodon bolalikning eng unutilmas sahifalaridandir. Ilk bor qo'llariga ruchka ushlab, bu sirli olamga oshno bo'lganimiz, bolalikka borib, sinfdosh qizning sochidan tortganlarimiz, maktab sport maydonchasida to kechgacha to'p tepganlarimiz, sal keyinroq esa sinfdagi eng go'zal qizning sumkasiga maktub solib qo'yganlarimiz kechagidek esimda. Faqat bugun o'sha kunlarni eslab yuraklar bir orziqib ketadi. Maktabim, yoningdan o'tar ekanman. Quvnoq bolaligim tushar yodimga. O'sha shod kunlarga qaytaman bugun. Hamon mo'tabarsan mening ko'zimga. Hamon bag'ring shovqin suronga to'liq. Davom etayotir hayot ham sekin. Ustozlar ham o'sha, maktab ham o'sha. Mening tengdoshlarim ko'rinmas lekin. Ha, o'sha kunlardagi mening shodon va sho'x do'stlarim bugun hayotdan dars olib borishmoqda.
barcha qatnashchilari. Mana bugun maktabimizda katta tantana. Bugun hamma o'quvchilar uchun bayram. Chunki bugun 1 yillik o'qishingizga, ko'pchiligimiz esa 10 yillik o'qishingizga yakun yasaysizlar. Bu bilan sizlar maktab hayotidagi eng quvonchli kunlaringizdan birini doimo eslab qolasizlar deb o'ylayman. Maktabga kelgan o'quvchini dastlab o'qituvchi hayot bo'stoniga olib kiradi. Uni hayotdagi jamiki ezguliklardan boxabar qiladi. Ilm dunyosiga boshlab boradi. Mana shu o'qituvchi uchun hayratlanarli bir olam. Mening aziz 11-A sinf o'quvchilarim, 11-sinf o'quvchilarini hayot yo'liga uzatganmiz. Sizlar boshlayotganimiz bilan xursand. Bunda bobolarni nigohi yashar, bunda ajdod bilan avlod uchrashar. Qo'yildi samoning toqiga narvon, jahonni bo'ylashga bizda ko'p imkon. Har piru validan so'raymiz duo, shu ozod vatanga bo'lsin jon fido. Shirin hayolni buzib chalinadi so'nggi qo'ng'iroq, yodga tushar yurakni ezib, ona maktab ochgani quchoq. Shirin hayolni buzib chalinadi so'nggi qo'ng'iroq, yodga tushar yurakni ezib, ona maktab ochgani quchoq. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim.
ustozlardan saboqlar oldik, gohi darsga kechga ham qoldik. Mana bugun o'sha xonada didorlashib o'ylarga toldik, ustozlardan saboqlar oldik, gohi darsga kechga ham qoldik. Mana bugun o'sha xonada didorlashib o'ylarga toldik. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Qanday sehring bor ekan maktab, bizga mehring yor ekan maktab. Dilda orzu to'lib toshganda, dunyo sendan tor ekan maktab. Qanday sehring bor ekan maktab, bizga mehring yor ekan maktab. Dilda orzu to'lib toshganda, dunyo sendan tor ekan maktab. Armonimsan qadrdon kunlar, darmonimsan bearmon kunlar. Olov bo'lib kuydirar hamon yoshlikdagi dardli uchqunlar. Armonimsan qadrdon kunlar, darmonimsan bearmon kunlar. Olov bo'lib kuydirar hamon yoshlikdagi dardli uchqunlar. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim, xayr endi sinfdoshlarim. Bolaligu diydor shirin, orzu qilib urar yuraklar. Yaxshi qoling bizni maktab sari eltgan ey yo'laklar. Bolaligu diydor shirin, orzu qilib urar yuraklar. Yaxshi qoling bizni maktab sinfdoshlar, hayır sözün aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar, hayır sözün aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Kecha maktab quchog'ida
sinfdoshlar hayrsizini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar hayrsizini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Qilgan bo'lsak yosh boladay yo'q-yo'qida ma'zur tuting ustozlarim, siz qalbimiz ardog'ida. Sinfdoshlar hayrsizini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar hayrsizini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Shahnoz, qara maktabni ham bitiramiz. Shuncha yildan beri senga bitta narsani aytgim keladi. Nima ekan ayta qol? Nima desam ekan? Shahnoz, bilasanmi? Ki yaxshisi shu o'zing o'qib olgin. Rustam, men seni juda ham hurmat qilaman. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Maktab yillarim o'tdi birim ketim. Kimdir yoriga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim. Ular doimo birga bo'lishsin. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni.
eslab yuraylik maktab chog'larni. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik. Maktabga xush kelibsizlar. Hozir sizlarni shu jajji o'g'il qizlarimizdan bir chaladigan qo'ng'irog'i sizlarni maktab ostonasiga qadam qo'yishga taklif etadi. Xush kelibsizlar, qadamlaringizga ostonlar. Kelinglar. Har lahza biz kutgandik, qachon kelarkin deb bu kun. Bir narsa yo'qotgandek, bugun xayollarim mafsun. Tark etarmiz nahot endi. Qo'ng'iroqim tindi, endi tushundim. Borligan bilmay ko'rsatib to'g'ri yo'lni, dilga muhabbat so'zlab, duoga ochib qo'lni kuzatadi ustozlar. Xayr endi maktabim, yaxshi qolgin do'stim, unutmasmiz seni qancha ketsak yiroq. Xayr endi maktab